Assalomu alaykum hammaga. Bizda 8 kilolik Samsung ekobabl kir mashinamiz полностью chistkaga kelgan. Barabanlari ham o'sha holatda pachimliklarni almashtirib полностью chistka qilib beramiz. Holati juda yomon. Bitgandan keyin yana bitta video qo'yib yuboraman. Samsung ekobabl 8 kilolik kir mashinamiz barabanni chistka qilib oldik. Bunga biz boshqa baraban qo'yib beryapmiz, yangi. O'zini eski baraban. Boshqa baraban qo'yib berayotganimiz sababi buni kristallinalarida yeyilib ketgan, joylari o'lgan. Buniki farq. Bu barabanni yig'ib beradigan bo'lsak, pachimlik yana uzoqqa bormay tez ketib qoladi. O'shaning uchun o'zimizda boshqa yangi baraban bor edi. Yangi barabanlar bilan chiroyli qilib berib beryapmiz. Samsung 8 kilolik ekobabl kir mashinamiz tayyor bo'ldi. Bunga qilingan ishlar ruchkalarini qo'yib berdik. Ruchkalarini полностью chistka bo'ldi. Pachimlik sandiqlar almashdi, chiroyli qilib tozalab berdik. Egasiga topshirsak bo'ladi.